Afsuski, barcha o'zbek fuqarolarining yuragini larzaga solgan mudhish falokat haqida xabar qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda yana bir dahshatli falokat sodir bo'ldi. Toshkentda 19 yoshli yigit osilgan holda topildi. 31 may kuni soat 6:30lar atrofida Toshkent shahar Yashnobod tumani Istiqlol ko'chasi 1-uy oldidagi daraxtdan 2006-yilda tug'ilgan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida yashovchi yigitning jasadi osilgan holda topilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yashnobod tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda marhum qimor o'yinlarida katta miqdorda qarzga botgani haqida rasmiy tasdiqlanmagan xabarlar tarqaldi. Ammo bu bo'yicha hozircha rasmiy izoh berilmagan. Keyinchalik ushbu xabarlar sarlavhasi ostida marhumning akasi uning katta miqdorda qarzga botganini inkor etib, oilaviy muammolar sabab o'zini osib qo'ygan bo'lishi mumkin deya taxminlarni ilgari surgan xabarlar ham tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda. Ammo hozircha rasmiy munosabat bildirilmagan. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.